Ana, amaki, katta firmaga direktor bo'lgan o'g'lingiz ham keldi. Bu hammasi siz duolaringiz bilan-da. To'g'ri aytasan. Kecha kunduz duodaman. Ada, shu bugun shu duoingizni pesh qilmasangiz bo'lardi. Tushunmadim. Nima deysan? Shu kungacha nimaga erishgan bo'lsam, o'zimni sa'y harakatim bilan erishdim. Hech gapirmaysiz-a? O'zi o'g'lim iqtidorlisan, o'qimishlisan deb. Faqat meni duoyim bilan bo'lding, meni duoyim bilan bo'lding deysiz-a? O'zi shu kungacha nima qilib bergansiz o'zi? Ada, oyog'ingiz juda ham eskirib ketdi-ku. Yangisini ola qoling. Qilaylar olsam, yana ancha kelaman bolam. San o'qishingni pulini to'lab oling, keyin xotirjam bo'laman. Mana buni olgin, o'qishingni nimadir olasan. Rahmat, yaxshi o'tiring. Xo'p. To'g'ri aytasan bolam. Juda ham iqtidorlisan. Seni har doim omad qo'yib yursin. Esingdami? Maktab paytida eng zo'r kiyinarding. Cho'ntaging to'la pul bo'lardi. Amakim seni hech kimdan kam qilmaganlar. Lekin o'zlari eski poyabzal, eski ko'ynakda yurardilar. Inson shunaqa tez unutuvchan bo'lar ekan-da.